Haj mavsumi Makkaning do'konlaridan biriga mato olish uchun kirdim. Sotuvchi mahsulotlarini maqtagandan maqtab tinimsiz qasam ichaverardi. Shu sabab do'konidan chiqib, boshqa do'kondan mato oldim. Oradan 2 yil o'tib hajda o'sha sotuvchining ixlos bilan ibodat qilayotganini ko'rdim. Do'koniga kirsam, savdoni ham qasamlarsiz, mahsulotining kamchiligini aytib sotayotgandi. Undan so'radim: 2 yil oldingi qasamxo'r sizmidingiz? Nima o'zgardi? U javob berdi: "Ha, men o'shanda edim. Bir xotinim bor edi. Nuqul topganim kamligidan shikoyat qilar. Ko'proq pul topsangiz bo'lmaydimi deb malomat qilaverardi. Alloh taolo meni undan xalos qildi. Keyin boshqasiga uylandim. Bu ayolim har safar uydan chiqarkanman, Allohdan qo'rqing. Bizga harom luqma yedirmang deydi. Shunday qilib o'zgardim." Imomdan rivoyat qilingan hikoya shu yerda tugaydi. Bunga o'xshash hollarni bizning zamonamizda ham ko'p ko'rganmiz. Dar haqiqat, soliha ayol dinning yarmidir.